Mening aybim ajrashganimmi? Ajrashgan qizlarni baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi? Men sizga uylana olmayman. To'g'ri tushuning meni. Uyimdagilarga nima deyman? Uyimdagilar hayotda menga ajrashgan qizni olib bermaydi. Chunki men hali o'zim uylanmagan bolaman. To'g'ri tushunchasiz meni. Uy, joy, mashina hammasini sizning nomingizga o'tkazib beraman. Menimcha bu taklifni ota-onangizga aytsangiz yordam masala kerak. Menga muhimi siz bilan baxtli bo'lsam bo'ldi. Ukam jinnimisan? 15 yosh katta ayolga ham uylanasanmi? Hali uylanmagan bo'lsang. Qiz bolaga uylan, ota-onamizni o'yla, mahalla kuy nima deydi? Jinnimisan? O'zingni o'ylamasang ham ota-onamizni o'ylamaysanmi? Aka, uni sevib qolganman-da. Qanaqa sevgi 15 yoshdan sevgi bo'ladimi? Sen toming ketganmi? Ertaga choyxonaga qanaqa qilib borasan? O'rtoqlaring nima deydi senga? Ozgina g'ururing bormi? Ozgina xijolat bo'lmayapsanmi? Ko'cha-kuyda odamlar senga gapirsa, nima qilasan? Shu yosh kattaga uylanmasdan turib bir yoshroq qurib qolganmi? Topilmayaptimi senga qiz? Endi nima bo'lsa bo'ldi. Nima meni hayotimga aralashaverasizlar? Menga shu odam yoqib qoldi. Shu bilan baxtli bo'lmoqchiman. Yoshi kattami, kichkinami, ajrashganmi? Sizlarga nima farqi bor? Meni hayotimga umuman aralashmanglar, hech qaysinglar. Bore, bilgan bilmaysanmi? Nima bo'ldi? O'ylab ko'rdingizmi? Bitta qarorga keldingizmi? Javobingizni ancha kutib qoldim. Uyimdagi hamma qarshi, nima qilishni bilmayapman. Boshim qotyapti.